Bugungi kunda O'zbekistonda 700 dan ortiq texnikumlar faoliyat yuritmoqda. Ushbu ta'lim maskanlarida o'quvchilarga nafaqat bilim beriladi, balki o'zlari tanlagan yo'nalishlar bo'yicha kasblarga ham tayyorlanadi. Aslida maqsad ham shu, ya'ni texnikumga qabul qilingan o'smirning 2 yil ichida ma'lum sohada malakali kadr qilib tayyorlash. Bu borada esa eng talab yuqori bo'lgan texnikumlardan biri Toshkent transport texnikumidir. Negaki bu yerda o'quvchilar 10 dan ortiq kasblar va 15 ga yaqin mutaxassisliklar bo'yicha o'qitiladi. Bugungi kunda Toshkent transport texnikumiga qabul kvotalari 9-sinf negizida 1200 nafarni hamda 11-sinf negizida 1020 nafarni tashkil qiladi. Hozirda 9-sinf bitiruvchilari elektron platforma orqali hujjatlarni to'liq topshirib, jarayonlar yakuniga yetgan. 10-avgustdan 10-sentyabrga qadar 11-sinf negizida ta'lim olgan bitiruvchilarni texnikumga qabul qilish jarayonlari kunduzgi, kechki hamda dual ta'lim shaklida amalga oshirilmoqda. Bu yerda asosiy urg'u o'quvchilarni to'g'ridan-to'g'ri kasbga yo'naltirishga qaratilganligi sababli dars jarayonlari amaliyot bilan birga olib boriladi. Texnikumda tahsil olayotgan o'quvchilarni kasbga yo'naltirish ishlari O'zbekiston temir yo'llari aksioner jamiyati tasarrufidagi yirik ish beruvchi korxona tashkilotlari bilan hamkorlik shartnomalari asosida amalga oshiriladi. O'quv amaliyotlari ishlab chiqarish korxonalarida tashkil etiladi. O'quvchilarning o'quv jarayoni grafikiga asosan 1 oylik, 2 oylik ishlab chiqarish amaliyotlari O'zbekiston temir yo'llari aksioner jamiyati tasarrufidagi depolarda, bekatlarda hamda korxonalarda tashkil etib kelinmoqda. Mana hozir ko'rib turgan laboratoriyalar ham maxsus laboratoriya bo'lib, bu yerda harakat tashkil etish va boshqarish, avtomatika telemexanika yo'nalishidagi o'quvchilar ushbu laboratoriyalarda o'rganib, o'z bilimlarini, ko'nikmalarini egallab borishadi. Hozirgi kunda ushbu texnikumda eng talabgir soha qaysi bo'lyapti? Hozirgi vaqtda eng prestijniy soha sifatida lokomotiv xo'jaligi, lokomotivlarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash yo'nalishi, harakat tashkil etish va boshqarish, buxgalteriya hisobi va audit yo'nalishlari eng yaxshi yo'nalish sifatida bunga talabgorlar sohada o'qishni niyat qilishgan. Shuni ham alohida ta'kidlash lozimki, texnikumni bitirib ma'lum kasb yoki mutaxassislik bo'yicha diplom olgan yoshlarning ish bilan ta'minlanishi ham nazorat qilinadi. Bu jarayonda mehnat bozoridagi ehtiyojni ham hisobga olamiz, deydi mas'ullar. O'zini sohasi bo'yicha O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati, O'zbekiston transport vazirligi huzuridagi tashkilotlardan soha bo'yicha xodimlar keladi, bitiruvchilarimiz suhbat qiladi. Suhbat asosida o'quvchilarimiz hozirgi kunda ish bilan ta'minlanmoqda.